Hech e'tibor berganmisiz? Insonni puli ko'payib, ishlari rivojlanib borgan sari atrofida do'stlari kamayib boradi. Ya'ni bu yangi paydo bo'lgan do'stlari emas, balkim azaldan, mahalladan, eski maktabdan beri kelayotgan do'stlaringiz kamayib boradi. Chunki ular bilan boshida siz do'stlik qilgan paytingizda status deyarli hammaniki, topish-tutish hammaniki deyarli bir xil bo'lgan va bir-biringizdan afzalliginglar bo'lmagan. Lekin siz o'zingizni yutuqlaringiz, pullaringiz va hokazo bilan maqtanib boshlagan sari ularda fikr paydo bo'ladi. Nimaga Xudo bunga berdi-yu, nega menga bermayapti degan savol paydo bo'ladi va ular sizdan sekin chetlanib boshlaydi. Siz bo'lsangiz qilgan ishlaringiz bilan maqtangiz keladi. Chunki siz bunga shuncha vaqt ajratdingiz, qiyinchilik ko'rdingiz va hokazo zo'rg'a erishdingiz. Ana endi buni maqtanib hammaga jar solgingiz keladi. Lekin ishoning qiziq emas. Shuning uchun topayotgan pullaringiz, erishayotgan yutuqlaringizni o'sha majlislarga, konferensiyalarga olib qo'ying. Keling o'rtoqlaringizga shu narsani gapirmay qo'ya qoling. Do'stliginglar biroz uzoq davom etsin. Shu kabi qiziq ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.